Yason va Argonautlar serialidagi Yason aktyor Jeyson Londonning hayoti va ijod yo'li haqida. Jeyson London 1972-yil 7-noyabrda Amerika Qo'shma Shtatlarining San Diego shahrida tug'ilgan. U oddiy oilada voyaga yetgan. Onasi Debbie Osborne ofisiant bo'lib ishlagan. Otasi Frank London esa temirchi bo'lgan. Aktyorning Jeremy ismli egizak akasi bor. Jeremy ham kino sohasida faoliyat yuritadi va hatto Jeyson ishtirok etgan Oydagi birinchi odam filmida uning kaskadyor dublyori sifatida ishlagan. Jeyson London aktyorlik faoliyatini 1991-yilda boshlagan. U ilk bor Qonli bog'ichlar nomli filmda suratga tushgan. Bu uning kino olamiga kirib kelishiga yo'l ochib bergan. Ammo haqiqiy mashhurlik unga 1993-yilda suratga olingan Sarmast va chalkash film orqali kelgan. Ushbu filmdagi roli orqali minglab tomoshabinlar qalbidan joy olgan va roli bilan nufuzli mukofotga nomzod ham bo'lgan. Shundan so'ng u turli janrlardagi loyihalarda faol ishtirok eta boshlagan. Aktyor kriminal triller, ilmiy fantastik hamda komediya janridagi o'nlab filmlarda suratga tushgan. Bundan tashqari u Yunon afsonalari asosida suratga olingan Yason va Argonautlar mini serialida bosh rolni ijro etgan. O'zbek tomoshabinlarga ham ushbu aktyor aynan shu serial orqali tanilgan. Aktyorning shaxsiy hayotiga to'xtaladigan bo'lsak, u ilk bor Charlie Spradling ismli aktrisaga uylangan. Bir o'g'li farzandli bo'lishgach, bu juftlik ajrashgan. 2010-yilda u aktrisa Sofia Karstens bilan uchrashishni boshlagan. Ularning munosabatlari tez orada jiddiylashgan va 2011-yil 16-iyulda ular rasman turmush qurishgan. 2013-yilda aktyor mast holatda politsiya xodimlari bilan janjallashgani uchun hibsga olingan. Shu voqeadan keyin turmush o'rtog'i Sofiya u bilan ajrashishini ma'lum qilgan. Bugungi kunda 53 yoshda bo'lgan Jeyson London kino sohasida o'z o'rniga ega bo'lgan aktyorlardan biri hisoblanadi. U o'zining tabiiy ijrosi va esda qolarli rollari bilan tomoshabinlar e'tiborini qozonishda davom etmoqda.